Assalomu alaykum, Ekazamin Begum YouTube kanalimiz a'zolari, kanalimiz mehmonlari, akalar, ukalar, opa-singillarimiz, sog'misizlar, salomatmisizlar? Akalar, bugun xudo xolasa bir foydali, bir manfaatli bir video qilib chiqarib beramiz. Anchadan men video syomka qilganimiz yo'q edi. Ishlar bilan bo'lib, mana hozir ham ish jarayonidamiz, xudo xolasa. Ko'pchilik mana shu qish kunida ham ko'pchilik mana shu cho'lchang boqishga qiziqib, mana shu o'zini bog'lari yoki misol fermer akalarimiz ham telefon qilishyapti, mana shu cho'lchang boqish haqida. Bog'lari bor akalarimiz telefon qilishyapti. O'zim shu begimni ishlab chiqarib, o'zim dehqonchiligimga ishlatsam yaxshi bo'lardi deb ko'pchilik telefon qilishyapti. Mana shu cho'lchang olish maqsadida. Mana shu telefon qilayotgan akalarimizga, ukalarimizga, yosh katta opalarimiz ham telefon qilishyapti. Mana shu cho'lchang boqaman deb yosh katta opalarimiz ham telefon qilishyapti. Ayol kishilar ham qiziqishyapti. Xudo xolasa mana shu ishimizga begimni olish maqsadida telefon qilishyapti, cho'lchang olish maqsadida telefon qilishyapti. Yosh katta hoji ona, hoji otalarimiz ham telefon qilishyapti. Telefon qilishib duo qilib qo'yishyapti. Ularga ham umrlariga, rizqlariga Alloh barak bersin. Rahmat aytib qolaman hozir mana shu fursatdan foydalanib. Xudo xolasa mana shu cho'lchang boqishimizda ham o'ziga yarasha vaqtlari bor. Ya'ni mart oyidan boshlab oktyabr, noyabr oyigacha boqsa bo'laveradi cho'lchanglarimizni olib. Chunki undan ag'iga dekabr, yanvar, fevral oylarigacha cho'lchanglarimizni olib boqib bo'lmaydi. Chunki cho'lchanglarimiz yangi joyga ko'chirib olib borganimizdan keyin 15 kun atrofida yangi joyimizga moslashib oladi. Uni ichida har kuni suv sepib turishimiz kerak. Bir kunda bir mahal yoki ikki mahal suv sepib turishimiz kerak. Ya'ni go'nglarimizda zararli nima deydi? Mol qo'ylarimizdan chiqqan zararli siydiklari, shunga o'xshagan narsalar go'nglarimizdan chiqib, toza holga kelib qolgandan keyin cho'lchanglarimiz yeyishni boshlaydi. O'shani hisobiga bir 10 kun, 15 kun vaqt ketadi cho'lchanglarimiz yangi joyga tarqab moslashib olguncha. O'shani hisobiga har kuni suv sepib turish kerak. Shuning uchun tavsiya qilamiz, mart oyidan shu oktyabr, noyabr oyigacha cho'lchanglarimizni olib boqishga harakat qilishdi. Xo'p, ko'pchilik mana shu telefon qilishyapti. Mana shu yangi go'ngda ham bersak bo'laveradimi? Cho'lchanglarimizga telefon qilishyapti. Yangi go'ngda tayyorlashni o'rgataman hozir men sizlarga. Yangi go'ngda berib bo'lmaydi. Yangi go'ngda tayyorlashda hozir mana shu yerga 5 arava go'ng tashlaganmiz. Hozir ozgina joylarimiz betartibligiga uzr so'raymiz. Mana shu 5 arava go'ngni olib kelib yoyganmiz. Yangi bu qo'shnilarimiz olib chiqib berishadi. Ustiga somon sepganmiz. Somonni ustidan qo'ydi go'ngga sepganmiz. Somonni sepishimizdan maqsad suvlarni o'ziga shimib olganini hisobiga mana shu go'ngimiz tezroq quriydi. Shuni hisobiga somon tashlaganmiz, keyin qo'ydi go'ngni tashlaganmiz. Ham hidi ham chiqmaydi bu yerda. Yangi go'ngni bilsalar hidi chiqadi. Mana shu holatda hidi ham chiqmaydi. Hidini chiqmasligini ham maqsadida mana shu ishni ham qilganmiz. Ham cho'lchang go'ngimiz mana shu tayyor bo'lishi ham tezlashadi. Buni ikkinchi ozuqa sifatida bersak bo'laveradi. Somon aralashgan go'ngimizda. Birinchi ozuqamizni, birinchi cho'lchang tashlanadigan ozuqani, ya'ni yangi cho'lchangni olib kelib, yangi berakda tashlamoqchi bo'lsangiz, somon aralashmagan go'ngni olib kelib tashlashingizni maslahat beraman. Ya'ni 3-4 oylik go'ngimizni olib kelib, yangi beraktir qilib, o'sha yerga 2-3 kun mobaynida suvlar sepib, go'nglarimizni yumshatganimizdan keyin yangi cho'lchanglarimizni olib kelib tashlasak bo'laveradi. Buni somonli go'ngimizni ikkinchi ozuqa sifatida 5 sm 5 sm qilib tashlasak bo'laveradi. Hozir mana shu somon tashlab qo'yganmiz. Mana shu somon aralashtirib uyib qo'yaveramizda, keyin buni yana bir 2 oydan keyin buni ketmon bilan chop maydalab shunaqa beramiz. 5 sm 5 sm qilib ikkinchi ozuqa sifatida beramiz. Buni birinchi ozuqa sifatida bo'lmaydi. Ikkinchi ozuqa sifatida mana shuni tashlashni tavsiya qilamiz. Chunki mana shu somonlarimizni ham yeyish yaxshi bo'ladi, cho'lchanglarimizni ham qizish jarayoni bo'lmaydi. Yangi beraktirga mana somon aralashgan go'ngni olib tashlasangiz, bo'yni shu 20 sm qilib tashlasangiz, bo'yni shu 20 sm qilib tashlanadi yangi beraktirga. Keyin ustiga cho'lchanglarimizni tashlaganimizdan keyin mana shu 20 sm go'ngda ham mana shu somon aralashgan bo'lsa, somonimiz qizish jarayonini tezlatib boradi. Tezlatib borganligi hisobiga cho'lchanglarimiz tez sarqamaydi yangi joyimizga. Moslashishi juda ham sekin bo'ladi. Shuni hisobiga yangi beraktirga somon aralashmagan go'ngni olib borib tashlab beraktir qilib, shu yerga cho'lchanglarimizni olib tashlasak bo'laveradi. Xudo xolasa mana shunaqangi kimda qanaqangi savollar bo'lsa bemalol aytaverasizlar. Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha javoblar beramiz. Telefon qilsalar ham telefondan aytaveramiz.
kecha ham bir Qashqadaryolik bir akamiz telefon qilishyapti. Hozir cho'lchanglarni olib tashlasak bo'laveradimi deb telefon qilishyapti. Akamizga tushuntirdik. Xudo xolasa mart oylaridan xudo xolasa tashlab beramiz. Nasib bo'lsa dedik. Bittasi telefon qilsam deyapti akamiz. Hozir ham tashlab beraveraman, lekin garantiya bermayman deb aytayapti deb. Menga shunaqa deyishyapti akamiz. Bu garantiya bermaslikning sababi mana shu havolamiz soviganligi hisobiga cho'lchanglarimiz sovuqda ziyon yetib qolishini natijasida garantiya bermayman deb aytishgan shu akamiz. Shuning uchun tavsiya qilaman qish kunida cho'lchanglarimizni olib boqmaslikni. Mart oyidan xudo xolasa bemalol olib boqib ko'paytirib nima qilsalaring bo'laveradi. Yangi joylarimizni kengaytirsangiz bo'laveradi misol. Xo'p, bugungi videomiz xudo xolasa mana shulardan iborat edi. O'sha savollarga qanaqa savollar bo'lsa javoblar beramiz xudo xolasa. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalar xursand bo'lib qolamiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.